Tomchilab sug'orish tizimlari. Tomchilab sug'orish tizimlarini ekin dala maydonlarimizga tatbiq qilish, hayotda qo'llash nechog'lik murakkab, nechog'lik yengil yoki biz o'ylaganimizdaqa yoki biz tasavvur qilgandaqa osonmi? Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. Bugun o'tgan safargi dasturimizda sizlarga va'da qilingan Turboplast kompaniyasiga tashrif buyurdik. Turboplast kompaniyasining mutaxassislari bilan tomchilar sug'orish tizimlarini dala maydoniga loyihalashtirish, 1 gektar maydon uchun qancha sarf xarajat bo'lishi haqida to'liq ipidan ignasigacha ma'lumotlar beramiz. Kanalimizdan uzoqlashmasdan, kanalimizni biz berayotgan ma'lumotlarni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum bilan. O'tgan safargi Jizzaxdagi dasturimizda Bobur akamiz bilan birgalikda muxlislarimizga, sizlarga xarajatlar haqida va loyihalar haqida zavoddan to'liq ma'lumot beramiz deb aytib o'tgan edik. Ana shu muxlislarimizga bergan va'damizga binoan tashrif buyurdik. Avvalo Samarqand shahrini qayerda joylashgan zavod, muxlislarimizga zavod haqida, manzili haqida tushuncha bersak, keyin ishlab chiqarish jarayoniga o'tsak bo'ladi. Ishlab chiqarishimiz Samarqand shahar Spitamen shoh ko'chasi 270-uyda joylashgan bo'lib, eski lift zavodi binosining hozirgi Taglam zavodi ichida joylashgan. Mo'ljalni Samarqand viloyat yo'l harakati boshqarmasi bosh binosi yonida joylashgan. O'shada olsa bo'ladi. Xo'p, bevosita ishlab chiqarish jarayonlariga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik o'zimdan so'radi, Turboplast kompaniyasi bilan hamkorlik qilyapmiz. O'zimiz dala maydonlarimizda ishlatib ko'rdik, lentalarini, turbolarini sifati yaxshi ekan desam, aka, sexmikin yoki zavodmikin, haqiqatan katta korxonami yo, maydaroq sexmi ishlab chiqaradigan mahsulotlarni nimadan ishlab chiqaradi? Shu realnimi degan savollar bo'ldi. Ishlab chiqarish jarayoniga shuning uchun qadrli muxlislar, sizlar so'ragan savollar uchun ham tashrif buyurdik. Undan tashqari bugun juda ko'p ma'lumotlarimiz bor. Bobur akamiz bilan loyihalash jarayonlari va tomchilar sug'orish xarajatlari haqida qiziqarli ma'lumotlar beramiz. Hozir sizlarga ishlab chiqarish jarayonlari haqida Abdusalom akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Nimalar ishlab chiqarilyapti? Qanaqa jarayon bo'lyapti bu yerda zavodimizda? Hozirda o'zi korxonamizda tomchilar sug'orishda ishlatiladigan deyarli 90% mahsulot o'zimizda ishlab chiqariladi. Hozirda PVH quvur ishlab chiqarilyapti. Bundan keyin tomchi trubkasi, fitinglar, ulamalar, tomchi lentasini bir-biriga ulash uchun xizmat qiladigan har xil turdagi ulamalar, tomchi lentasining ichidagi emitrasi ishlab chiqariladi. Bundan tashqari mandalli, wiflet, har xil turdagi quvurlar hozirda ishlab chiqarilmoqda. Tomchilar sug'orish tizimini joriy qilaman degan yetishuvchilarimizga, agrosohadagi tadbirkorlarga, demak, sizdan 90% deganingiz salkam bitadi ishi. Salkam bitadi. Katta dala maydoni bo'ladimi, mayda dala maydoni bo'ladimi, aksessuarlarim deymiz, mayda ikir-chikirlarigacha hamma mahsulotlar shu zavodda ishlab chiqariladi. Abdusalom, bu yerda nima jarayon, qanaqa quvur bu, nima deyiladi? Hozirda bu ishlab chiqarayotgan quvurimiz PVH quvur deb nomlanadi, PVC deyiladi. Yer ostida uchga mo'ljallangan, 6 atmosfera, 8-10 atmosferagacha bardosh beradigan quvurlarni biz mana shu hozirda ishlab chiqarmoqdamiz. Ushbu ko'rayotganingiz 250 diametrdagi ishlab chiqarayotgan bo'lib, bizda 50 diametrdan to 250 diametrgacha ishlab chiqarish mavjud bizda. PVH quvurlarimizni eshitganimdir, yerga ko'mib yuborsa bo'ladigan, juda uzoq yillarga yetadigan, albatta, chidashi yuqori bo'lgan quvurlar. Nafaqat chidashi yuqori, balki buni ustanovka jarayoni ham o'rnatib ketish, bir-biriga o'rnatib ketish jarayoni ham juda oson. Bir-biriga kley yoki oddiy sanlik orqali bir-biriga ulab-ulab ketish oson bo'ladi. Hozir bu yerda yana qaysi mahsulot turlari ishlab chiqarilyapti? Boshqa jarayonlar bilan tanishsak. Albatta tanishamiz. Hozir mana bu tomonda lentalarni bir-biriga ulash uchun xizmat qiluvchi fitinglar ishlab chiqarilmoqda. Hozir batafsil ko'rsatamiz. Abdusalom, bu yerda nima ishlab chiqarish jarayoni bo'lyapti? Nozim aka, ushbu dasturxonimizda tomchi lentalarni bir-biriga ulash uchun xizmat qiluvchi fitinglar ishlab chiqariladi. Ko'rayotganingizdek, hozirda xuddi shunday tarzda ishlab chiqariladi. Bu alohida qismi. Bundan keyin uzukchalari bo'ladi. Shu ikkita tomoniga qoqiladigan, mana ko'rayotganingizdek, ayollarimiz keyin uni tayyor holatga keltirishadi. Bu nima uchun ishlatiladi? Asosan ekin dala maydonida har xil holat bo'lishi mumkin. Qushlar cho'qishi mumkin tomchi lentasini. Ayollarimiz yoki o'sha dalaga ishlov beradigan dehqon akalarimiz noxosdan bilmay qolgan holatda tesha bilan urgan paytda tomchi lentasi tezilib qolgan holat bo'lishi mumkin. Ushbu holatda remontlik sifatida ushbu fitingni ishlatishlari mumkin bo'ladi. Ulab yuboradilar. Ulab yuboradilar. Pol splashnoy bitta qatorni almashtirmay, mana shu ulatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Teshilgan joyini o'zini kesib ulab qo'yiladi. Shunday. Mana ko'rayotganingizdek,
bu holatda bo'ladi. Ayollarimiz buni shu tayyor holatga keltirishadi, urib. Ulanishi juda oson bo'ladi mana. Xuddi shunday tarzda bitta ulanadi. Shunday bitta uzukchasi tortiladi, tamom. Xuddi shunday tarzda 16 diametrlik lentasi bir-biriga ulanadi. Bundan tashqari ushbu dastgohimizda live flat yoki flexnet uchun mo'ljallangan T ko'rinishdagi ikki tomonga chiqadigan T ko'rinishdagi chiqishlari ham mavjud. Bundan tashqari ushbu ulamani 16 lik diametrlik ulamani 22 diametrdagi ham ishlab chiqariladi bizga 22 diametrlik tomchi lentalar uchun. Katta lentalar uchun. Katta lentalar uchun va chiqishlari polietilen quvurdan 22 diametrdagi chiqishlari yoki 16 diametrdagi chiqishlari ham bizning korxonada ishlab chiqariladi. Abdusalom, tomchilab sug'orish lentalarini, aynan sizlarda zavodlaringizda ishlab chiqarilgan lentasini o'zimizni piyoz dala maydonimizda qo'llaganmiz. Xabaringiz bor o'zingiz ham. Boshqa tomchilab sug'orish lentalariga nisbatan sizlarda ishlab chiqarilgan tomchilab sug'orish lentaning emitirasi, ya'ni o'sha tomchi teshchasi sal kattaroq, ko'proq suv tushar ekan. Bu qanchalik ahamiyatga ega? Tomchilab sug'orish teshigi katta yoki maydaroq bo'lishi? Ushbu tomchilatadigan joyi dripper qismi o'zimizning korxonada ishlab chiqaradi u ham. Soatiga 1 litr 600 gram suv tomizadi. Kattaroq deganingiz bizning korxonamizda ishlab chiqarilgan tomizadigan kanalchalari kattaroq bo'ladi, ko'rayotganingizdek. Xuddi shu dastgohda ishlab chiqariladi. Bu nimani oldini oladi? Masalan, bir xil joylarda suv loyqa kelishi mumkin yoki filtrsiz qo'yadigan akalarimiz bo'ladi. Filtrsiz qo'yadiganlar bor, o'zim ham ko'rganman. Ushbu tomayotgan paytda qum tiqilib qolish holatini olish uchun ushbu emitirlar o'zimizda ishlab chiqariladi. Kattaroq qilib o'zimiz texnikasini yasab, dastgohini yasab, o'zimiz ishlab chiqarishga yo'l qo'yganmiz. Suvda me'yordan oshiq tomib ketishiga sabab bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. 1 litr 600 gram xuddi ko'rayotganingizdek, xuddi shunday tarzda ishlab chiqariladi. 1 soat mobaynida. 1 soat mobaynida 1 litr 600 gram ishlab chiqaradi. Shu o'rinda aytib ketaylik, ma'lumot bo'lsin muxlislarimizga. Tomchilar sug'orish lentalarini tortganda dala maydonining boshidagi qismi, misol uchun 5 metrdagi qismida ham 1 soatda 1 litr 600 gram suv tomadigan bo'lsa, dala maydonining oxirgi qismida 50 metr bo'ladimi yoki 60 metr bo'ladimi? Bir xil 1 litr 600 gram suv tomish kerak bo'ladi. Abdusalom, mendan ko'pchilik so'raydi. Men o'zim boshqa joylardan ham mahsulotlar olganman. Oldin sizlar bilan hamkorlikni boshlashdan oldin xom ashyosi haqida. Xom ashyoni ham ikkilamchi xom ashyolar bor ekan. Mana zavodga tashrif buyurdik. Endi siz bizga ozgina xom ashyolari nimalardan, qanaqa mahsulotlardan tayyorlanishi haqida ham ma'lumot berib keting. Xom ashyosi bizda Navoiy azotdan sho'rtandan keladi. 100% birlamchi xom ashyo. Mana ko'rayotganingizdek, Navoiy azotdan keltirilgan perishka deydi ruschasida. Endi birlamchi xom ashyo. Birlamchi, Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu ushbu bunkerimiz ichida 100% birlamchi xom ashyo turibdi mana. Bo'sha qadrli muxlislarimizga murojaat qilib ketaylik. Aynan so'raganlari borda, aka, nechinchi xom ashyosi, nechinchi mahsulot deb bunga e'tibor berar ekan. Buni tushunadigan odamlar bor ekan. Odamlar bor. Xom ashyosini. Demak, birlamchi xom ashyo bo'lishining farqi ishlab chiqariladigan mahsulotimizning sifatiga ta'sir ko'rsatadigan omil. Ikkilamchidan tomchi lentasi o'zi ishlab chiqarish imkoniyati juda yo'q narsa. Chunki shunday dalaga to'shagan paytingiz ikkilamchi mahsulotni quyosh birdaniga issiq paytda urib qo'yadi, teshilib qolish holatlari juda ko'p bo'ladi. U kungi akamizning dalalardek, Jizzaxdagi. Xuddi shunday holatlar yuzaga kelish holati ko'p bo'ladi unda. Demak, sifatsiz mahsulotlarimiz dalada keyin baribir ishni belgi tepadigan joyi bor. Sifat baribir oxirida o'z natijasini ko'rsatadi. Sifatsiz mahsulot baribir dehqon akalarimizga noqulaylik, qo'shimcha xarajat o'shalarni tug'dirib chiqadi. Oxir oqibatda bir ishingizni yarmiga borgandan keyin sug'ora olmay qolganingizdan keyin katta muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Bu albatta dehqonni akalarimiz iqtisodiy tomonlama zararga olib kelib turadi. G'ulomjon aka, ushbu stanogimiz LifeLed ishlab chiqaradigan stanok hisoblanadi. Korxonamizda LifeLedlarni 75, 110, 150 diametrgacha bo'lganlarni ishlab chiqaramiz biz. LifeLedlarimiz asosan 12 xil komponentdan ishlab chiqariladi. Ichida ipli, mana ko'rayotganingizdek, ipi bor. Bu safar o'rmonlar akam kelib ko'rsatganlar. Bu hech qanday to'qimachilik fabrikasi emas, bu ichida ipli bor. Biz obunachilarimizga o'sha tasvirlardan ko'rsatib ketamiz, ularni ham xabardor qilamiz jarayonlardan. Abdusalom, LifeLedlarimiz mana shularmi? LifeLedlarimiz ana shu narsa bo'ladi. Necha diametrlik bu? Shu ko'rayotganingiz 110 diametrdagi LifeLed hisoblanadi. 4 barda ishlaydi. Bitta rulonda 100 metrgacha ishlab chiqarib beramiz. Hozir mana sizga savol. Men dalamda markaziy turbani 89 deymiz, 90 deymiz, 89 diametrli turbada suv olib ketganman-da. Keyin yon boshiga suv berganda ikkilamchi turba deymiz, dalani ichiga ko'mib
traktorga xalaqit bermasligi uchun mayda 76 diametrlik turbo qo'yganmiz. Endi texnikaga xalaqit bermasligi uchun bir xillar liflet qo'yadi. Buni bemalol bossa bo'ladi, to'g'rimi? Bossa bo'ladi. Suv bo'lmagan paytda bemalol bosib, ustidan traktor yursa ham bo'ladi. Ha, buni o'sha deylik artizandan olib kelayotganda shuni o'ziga keladimi yoki birinchi katta polietilen quvurlar qo'yib turib, dalaning ichiga kirganda yonboshiga beradimi? Qanaqa holatlarda ko'proq qo'llanadi bu? Masalan, to'g'ridan to'g'ri artizandan olib kelish holatlari ham bor. Yoki mandalit quvur orqali olib kelib, o'zining maxsus ulamalari bo'ladi. Bir tomoni mandal, bir tomoni lifletga chiqadigan holatlar ham bo'ladi. Buni asosan tarqatma sifatida ishlatiladi. Polian ichidagi tarqatma quvurlar sifatida liflet ishlatiladi. Buni afzallik nimada degan savolingizga, masalan 1 kilometr mandal quvur uchun bitta katta isuzu aytish kerak. 1 kilometr liflet uchun bitta Damas yetadi sizga. Damas yoki Labo bilan olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Transportirovkasi da yaxshi. Keyin bir xil dehqon akalarimiz yerlarni ijaraga olib ishlashadi. Ijaraga olgandan keyin u katta hajmdagi quvurlarni transportirovkasi ularga 2 barobar qimmat tushadi. Bu boya aytganimizdek, bu bilan shunday yig'ishtirib olishadi-yu, boshqa dala maydoniga ko'chirib, yana ishlatish ketish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shu savolni bermoqchi edim, o'zi sizdan so'ramoqchi edim. Ko'pchilik hamkorlarimiz men tomchilab sug'orish tizimlarini joriy qilsalaringiz hosildorlik yuqori bo'ladi, bir muncha mineral o'g'itlardan iqtisod bo'ladi va o'simlikka kerak bo'ladigan makro elementlardan tashqari mikro elementlarni ham kerak bo'ladigan har qanday ozuqalar, makro elementlar yoki mikro elementlarni tomchilab sug'orish tizimlari orqali uni ozuqa sifatida berish boshqa orqali ancha osonlashadi va mablag' jihatidan iqtisod bo'ladi-da. Endi ulardan so'rasam, ular aytadiki, aka biz ijaraga olib ishlatamiz yerda. Bizga ko'chirib ketish qulayroq bo'lishi kerak. Hozir siz aytayotganingiz hovuz bo'lsin yoki artizan bo'lsin, mandalli quvurlardan boshlanishiga qo'yilsa, keyin yonboshlariga lifletlardan qo'yiladigan bo'lsa, yig'ishtirib olib ketish osonroq bo'ladi. Xuddi shunday tarzda ishlatishlari mumkin bo'ladi. Bu lifletimiz 4 barda ishlaydi. Endi kafolati O'zbekiston juda issiq bo'lgani sabab 4-5 yil biz kafolat beramiz. Markaziy turbamiz deylik kattaroq, endi buni hozir ob'yomi kattaroq ekan, kattaroq markaziy turba keladigan bo'lsa, tarqatma sifatida dalani yon tomonlaridan qo'yib suv sug'oriladigan bo'lsa, suv bo'lmagan paytda bemalol texnika ustidan bosib o'tib, suv ustidan bemalol texnika o'tsa bo'ladi. Texnika o'tsa bo'ladi. Hozir kecha Jizzaxda o'zim ko'rdingiz, Mirzabek do'stimiz dala maydonida texnikani olib kiramiz deb reja bo'lganda, afsuski turbalarni to'g'ri hisobini olmasdan yoki o'sha ekiladigan paytda reja qilganmiz, ham yo'l ham tashlab ketganmiz, lekin turbalarni bosib ketar ekan aka, piyoz ham ko'p bosilar ekan deb, xullas texnika kirishi muammo bo'ldi. Texnika orqali o'simliklarni himoya qilish vositalarini, ozuqalarni, stimulantarlarni sepadigan yetishtiruvchilarimiz ko'proq lifletlardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Liflet afzallik tarifi shunda. Polian ichida bemalol traktor yura oladi. Aslida polietilen quvurdan ham ustidan ham traktor yurishi kerak. Chunki polietilen egiluvchan narsa hisoblanadi. Traktor ustiga yurgandan keyin bir marta pachoq bo'ladi, keyin yana o'ziga keladi u narsa. Polietilen quvurlarni juda katta hajmdagisini ko'rdik tashqarida. Siz polietilen quvurlari haqida bizga o'sha ko'pgina turgan joylar turlari, uni diametrlari haqida bir batafsilroq ma'lumot bersangiz. Batafsil ma'lumot.